Assalomu alaykum. Hozir Vostok zavod yoritgani kelganmiz. Vostok zavod bu O'rta Osiyodagi yirik zavod deya olamiz, chunki asoschisi Shavkat akam o'zlari zargarlik sohasidan chiqqanlar. Hozirgi kunda 150 dan ortiq ishchi ishlatyapsiz, aka? 150 ta ishchi bor. Turk, yana qaysi davlatdan? Turkiyadan kelgan, Tailanddan kelgan mutaxassislarimiz. Birlanish ishlari bo'yicha Tailanddan kelgan mutaxassislar tosh qo'yishadi. Dunyo bo'yicha eng kuchlilar Moskva bilan Tailand hisoblanadi. Toshini qo'yish bo'yicha Tailand ishlatamiz. Ish sifatiga qarash bo'yicha turk mutaxassislarni olib kelib ishlatamiz. 30 tadan oshiq turk mutaxassislarimiz bor. Bu yerda mana keladi modellar, o'sha Baku modellari hisoblanadi bular. Keladi, bu yerda bizni zakazchini zakaziga qarab, mana shu modelga o'xshatib yasab berishdan so'raydi. Bakudan tashib yurmaydi-yu, tosh qo'yish uchun. Bizga keladi, biz keyin buni nima xohlayotganini bilamiz. Bir kunda o'zi chizib, biz sekin takomillashtirib o'xshatib bo'lganimizdan keyin bu yog'ini sekin-sekin ishchilar bilan bitirib, klient qo'liga to'liq yetkazib berishni ta'minlaymiz. Shu. Buni bemalol mana ko'rsalar bo'ladi. Noldan boshlab o'sha chizib rassomlarimiz bor. Dizayn chizarganlarimiz bor. Hammasi mana shu joylashgan. 10 ta modellerimiz bor bizning o'tirib chizishadi. Hozirgi kunda aka mana Vostok zavod ko'p kishi masalan odamlarning miyasiga o'rnab qo'ygan rossiyskiy deyishaveradi. Mana siz bilan biz bilamiz, Rossiya davrida ham o'zimizdan oltinlarni o'sha Rossiyaga olib ketib eksport qilib, o'sha yerda ishlab chiqarib, o'zimizga import qilingan, to'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. Mana hozirgi kunda siz ishlab chiqarib eksport qilyapsiz. Nafaqat O'rta Osiyo, Yevropagacha mana Vostok zavod o'zir eksport qilyapti. Shuni odamlarga bir yoritib bersa deb. Bizda ishlab chiqarayotgan mahsulotlar mana Angliyadan hozir gaplashib turibmiz. Oyiga 300 kilo shartnoma qilib turibmiz. Shu kunda xudo xolisa boshlandi. O'zi ekspertizadan o'tsa, o'sha ketdi Angliyaga mahsulotlarimiz yetib boradi xudo xolisa. Dubayga, Gonkongga, Xitoy mamlakatlariga o'sha bizdan mahsulotlar ketyapti. Turklar ham o'sha so'rayapti, qaysidir modellarimizni, mashlarni bizga qilib berib tursalaring, Yevropaga bizlar bilan shartnoma qilib turib, Yevropaga sotishni planlashtiryapti. Nima uchun aka shunaqa bo'lyapti hozir? O'sha ish sifati modellar bo'yicha ishlab, o'shalar so'rayapti-da, O'zbekistonda o'sha rivojlanib ketdi tilla ishlab chiqarish xudo xolisa. Bizda arzonroq chiqadimi yo oltinimiz bizni nima deydi? Oltin butun dunyoda bir xil, faqat bizning O'zbekistonda o'sha ham sifati ham yaxshi chiqyapti, ham arzonroq ham chiqadi. Ishchi puli ham arzonroq chiqadi. Chiqadi O'rta Osiyonikidan. Hozir mana aka ko'p brend zavodlar bor. Biz ham ko'p buni ijtimoiy tarmoqlarda harakat qilyapmiz odamlarga tushuntirishga. Ko'p masalan brend zavodlar O'zbekistonda kelib, o'sha o'zini zavodlarini qilib ishlab chiqarib eksport qilishyapti. Mana o'sha qatori siz ham mana chet ellik ishlab chiqaruvchi zavodlar bor-ku o'zi. O'shalarni o'zi kelib bizga mana shu mahsulotingdan misol uchun oyiga manmancha, mana bundan oyiga manmancha, sekin-sekin bizni ko'raylik. O'shalar boshladi-da. Keldi o'sha Angliyani qaysidir davlat shaharidan bir 4 ta mutaxassis kelib, ko'rib, eng kattalari keldi. Kelib ko'rib, biz bilan shartnoma qilib ketgan hozir. Endi xudo xolisa o'z ekspertizaga mahsulotlarimizni berganmiz. O'sha boshlaydi. Torch xudo xolisa. O'shalarga yoqyapti-da, ma'qul kelyapti bizning ishlar. U ko'rdi, hamma atrofimizdagi zavodlarni ko'rib chiqdi, bizni to'xtadi. Mana shu bizning uchun do'rika mahsulot ishlab chiqarayotgan mahsulotlar bor. Birlanch ishlab chiqarayotgan narsalar sifat bo'yicha zo'r chempion xudo xolisa. Shunaqa. Aka bizni Vodiyda ham bizni showroomimiz bor, hamma xabari bor. Eng ko'p ketadigan anaqa Vostokdan boshladik, chunki anaqa Vankilip ham juda chiroyli chiqyapti-da, aka. Vankiliflar ham o'zimizda noldan chiqadi o'zi. O'tdan bu yerdan zanjirni sotib ol, Vankilifni o'tda qilib olish, hammasi o'zimizda bitta joyda chiqadi. Zanjirdan boshlab, o'sha Vankilif agranka chizadiganni bormi, hammasi. Ichi bo'shlari ham hammasi o'zimizda chiqadi. Bilaman, aka, oldinda zakaz berilishini ham, uni kutib turilishini ham mana Turkiyada nimalarga ham biz o'sha Turkiyadan kelgan mollarga ham solishtiramiz-da, tovarinanda, lekin juda ham sifatli-da Vostok. Sifati yaxshi. Sifati juda chiroyli, ha. Shu chiqmaguncha harakat qilamiz, shu yaxshi chiqarishga. Bilasiz-ku. Sizlarning do'konlarni ham ko'rdik, yaxshi. Sizlar ancha brendlarni yo'lga qo'yamiz deb harakat qilgan ekansizlar. Endi o'sha yerda biz harakat qilamiz, shu brendlar ichida birinchi o'rinni olishga. Hozir juda sizni tovarlaringizga talab yuqori bo'lgani uchun birinchi shu Shavkat akamni asoschi o'zingiz Vostok zavoddan boshlaylik dedim. Ko'p kishi bilmaydi-da aka.
odamlar 65 grammda Turkiyaga borib, mo'l olib kelyapti. Siz u yoqqa eksport qilyapsiz. Biz u yoqqa eksport qilib o'tiramiz. Misol uchun Bulgariya modellar, mana bu Dior modellar chiqqan-ku, turklar o'zida ham unaqa sifatli chiqmaydi. Shunaqa. Tash turib olganmiz, mana shuni oxirigacha qo'yamiz deb shu chiqyapti, shu 4-5 ta chiroyli modellar chiqyapti. Shu har kun chiqqani, har kuni zakazda o'sha Turkiya o'ziga ham olib ketadi, turklarning o'zi aloqaga chiqadi, pulini beradi. Men bu odamlar sendan olib ketadi deydi, shunda pulini berib sotib olib ketadi. U yoqdan borib bizdan maydalab 35 gramm. 35 grammdan Turkiyadan tashib yurmaydi shunda. Biz ham o'zimizdan oladi, mashdan turib sotaveradi shu turklar ham. Bilmayman, maqsad o'zlari biladi. Biz sotamiz, chekin urib beramiz, oladi, ketadi. Qozog'istonliklar kelishadi. Qirg'iziston keladi, Tojikiston keladi, Turkmaniston keladi. O'shalar mashdan maydalab tashib ketyapti-da. Qattandir eshitadi, sekin o'zlari kelib olib ketishyapti. Yaxshi. Xudo xolasa. Oldindan zakaz biz ham zakaz berib kutamiz sizni. Chunki chiqayotgan narsangiz qolmaydi. Adolat bilan bo'ladi. Siz hammanikini o'zingiz 24 kunlab ham, bir oylab ham kutganmiz okamning ishlari. Juda ham sifatli, vibram, juda zo'r. Vibr ko'p, xudo xolasa. Okam har yili anaqalarga boramiz, birga showroomlarga, vistipkalarga boramiz. Hamma joyda aktivlar. Har yili Shavkat akam zo'r o'sha innovatsion texnologiya apparatdan tezda Shavkat aka bo'ladilar. Shuni olamiz. O'sha eng zo'rini olish kerak edi. Apparatdan pul olmasangiz, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Bu yil ham mana 5 oy bo'ldi. Katta vistipka bo'ldi-yu. Forumda Belarusda aytasizmi? Unda qatnashdik. Xitoyda bo'ldik, Gonkongda bo'ldik, Dubayda bo'ldik. Mana endi ertaga 14-da Italiyaga ketamiz, xudo xolasa. Dushanba kuni vizamiz chiqibdi, olib kelsak, bo'ldi, Italiyaga 14-da ketamiz. Italiyada ketishdan maqsad o'sha yerda bir 10 tacha brend modellar bor. O'shalarning оборудованияларni bittada olib kelmoqchimiz. Umuman Turkiyaga birov chiqish hojat qoldirmaymiz. Bomba. O'zimizni ishlab chiqaramiz. Hozir mana kelgan zanjirlarimiz bilan O'rta Osiyodan ponni ishlaymiz, xudo xolasa. Zo'r. Hojat yo'q Turkiyaga chiqishi, ya'ni Italiyaga borishi. Qilamiz, bashta o'zimiz tirishtirib qilamiz, xudo xolasa. Mana ko'p odamlarga men ham tushuntirishga harakat qilaman, Shavkat aka. Ilgari oldinlari Turkiyaga Vibr yo'q edi O'zbekistonda, haqiqatda bunaqa sharoitlar yo'q edi, chiqardik-da tovar olganda. Shunaqa. Hozir chiqsak, aka $12, $20gacha уже baland kelyapti-da. Astamoshga to'lovlari bor. Tillarning o'zi bir $6-7 qimmat o'tdi. Lekin mana shu o'zimizdan prezidentimiz tomonidan qilinayotgan siyosatlarda bor-ku, o'zimizda chiqsin. Lo'mulon sotdinglar emas, uni ustiga $5, $10 puli bilan sotib, pulni ko'paytirishdi. Shunaqasi. Bilasizmi? Podullarda bekinib yuradi. Bekinib ishlardi. 25 yil bo'lgan bo'lsa, 20 yilimiz 15 yildan oshig'i bekinib yurish bilan o'tganda. Sohani boshi borda, oxiri yo'q edi. Yo'q edi. Sal tiqqisi qamalib ketib qoladi. Hozir mana Xudoga shukr, Podullardan chiqdik. O'zingiz ham qancha nimalarda yurdingiz. Ko'rmagan kunimiz qolmadi. Endi Xudo xolasa bemalol mana xotirjam reklama qilib do'konlarga ham mahsulotimizni chiqarib ishlayapmiz. Yaxshi, zo'rda. To'g'ridan-to'g'ri tillanib, agemkadan olyapmiz. Bundan ortiq baxtman. Bosish kerak bu yog'iga, maza qilib ishlash kerak. Bolalarimizga anaqa yaratyapmiz. Xudo xolasa yaxshi mana. 150 dan oshiq odam ishlayapti. Hammasi yaxshi, hammasi rozi, xursand. Shunaqa. Mana bu modellerlar bilan mana o'tiradi, necha yildan beri ishlaydi bizning qo'limizda mana. Chizim chizishadi, keyin ketma-ket ulab ketishadi. Mana Baku modellari bo'yicha vibringiz yana ko'paydi hozir. Ko'p chiqmasdan tayyori bor, ko'rsatamiz. O'zimiz ham olib bordik buni, solishtiryapmiz-da, Bakudan kelyapgan tovarlarga hamda. Naborot bular yaxshi chiqyapti-da. Ham baquvvat, ham yonib turadi. Ham baquvvat, ham yonib turadi, ham ranglarda ham farqi bor. Oka, anaqa nima deydi? Ligaturani ham zo'rini topib olganmiz. Shu gulungul keltirasiz, mis ko'pini qo'shasiz, endi to'g'rilab chotki qilmasangiz, rang bo'yicha mutaxassis bo'lish kerak-da. Bo'lmasa mana bu ham bitta rang, mana bu ham bitta rang. Ko'rasizmi? Mashina o'xshatib olmasangiz, chiqarib o'xshatib olmasangiz, juda qiyin-da, xullas. Mashina o'xshatib olsangiz, bo'y bilan raqobatlashasiz. Bular ogranka qilib gul tushirilmagan, anaqa nima deydi, abrizis qolib lola kulollarda, bular lola kulol. Bunga biz o'tirib gul tuzamiz hozir. Biz ham ustanoklarni olib kelganmiz, bitta ikkitalab emas, buni seansivida optim chiqarish. Donalab bilan ish bitmaydi, ruchnoy o'tiradimi uni? Apparatni paqillatib chiqarishda maqsad. Optimni qo'yaylik, hammaga yetsin. Uni kutib yuradimi klient?
Zakazsiz ertasi kuni qo'liga beraylik. Tez. Zo'r. Qiynalib ketdi-yu, odam uni oylab kutadimi? Oylab kutaveradi. So'radim 24 soat ichida qo'liga beramiz, xudo xohlasa undan buyoq. Maqsad shu. Yo'qligini ham bir ko'rsatasan. Olib ketdik. O'shani o'stirilyapti, tiradi. Mana sindirib qo'ydim, ko'rsizmi? Zanjirlar ular. Bularni chiqqandan keyin qirqib olmaydi, kesib. Ya bularni bitta ana qilinadi, ajratib oladi pechkada. Mana bitta mo'ykamiz bor. Mana. Spirtlari bor, o'zini suvlari bor. Maxsus suvlari bor. Ha, maxsus suvlari bor. Ko'rasizmi? Aylantirib gradus temperaturada, ko'rasizmi? Temperatura qilib turib, bir-birini yuvib tozalab ketadi, mana bu holatga olib keladi. Bulgariyaga o'xshab ketyapti mana shu ham. Oka, mana shu narsangiz hali shu narsani tayyor bo'lganini ko'rsatasiz, bu yangilik. Shuni ko'ryapmiz, Turkiyadan ham chiroyli chiqaryapsiz-da. Hali boshqa zavodlar chiqarishga ulgurmaydi, lekin birinchida siz. Zo'r. Model bo'yicha ishlash kerak. To'xtash kerak emas-da. Bunga $50 tikyapman, $100 tikyapman degan narsa kaladan chiqarish kerak. Buni tikish kerak, optim chiqarish kerak-da. Sotish kerak bo'ldi. Ishmas-ku. Shunaqa. Yo'lga qo'yib olsangiz, okey ketdi. Kanaver chiqaradi xudo xolasa. Bundan chiqqanlarni ko'rsataman, keling. Hammasi brilliant. Bular hammasi brilliant modellar. Bular brilliant modellar. Brilliantni qayerdan olib kelyapsiz aka, kuzini? Brilliant anaqa Hindistondan kelyapti, Dubaydan kelyapti. O'zi eng asos kuch brilliant ishlab chiqaradigan joy Hindistonda chaqlanadi. Hindistonda. Mana vankliflar. Обработка qilinadi Hindistonda. Hindistonda qiladi. Zo'r. Oka, mana shu vankliflaringiz o'zi shunaqangi trenddaki. Trenddan. Shularni nima deydi? Turkiyada ham shunaqa ishlasholmayapti. Sifatli, sifati juda zo'r. Sifati yaxshi. Xudo xolisa. Tayyor bo'lganlarni ham bir ko'rsatasiz. Ko'rsataman. Bundan keyin o'sha mana ma'mulaga o'tadi. Ko'chkalarni ko'rasizmi? Shu nima qiling. Tayyorda o'sha. Hozir ichi bo'sh chiqadi, aka. Ha, okey. Ichi bo'sh mana setka. Setka, ha. Ichi bo'sh variantida. Endi buni xili ko'p bizda o'sha ko'paydi xudo xolisa. 1000 tadan oshiq sepilgan turlari bor. 1000 tadan oshiq. Bitta ikkita ham, 10 ta ham, ikkita ham, 1000 tadan oshiq. Juda ozgina mana xitob qilib ushlash kerak bilan. Buni aka seriallari ham boshqa. Ilgarigi sham qoliplardan boshqa seriallari ham, ha? Siriosi ham o'sha Amerika uchun ishlab chiqarilgan o'zi bular, bu apparat. Siriosi ham shu uchun anaqa chiqargan. Hozir Hindistonda ham bor. O'sha yerdan olib kelyapmiz. Hozir Hindistondan olib kelyapmiz. O'zi aslida mashina Siriosini ham o'zimiz chiqarsak bo'ladi. Boshqotib chiqaramiz xudo xolisa vaqti keldi. Yo'q, shaham quyish xonasi. Oldin kelganimizda ayollar edi. Hozir hali ham ayollarni. Ayollarmi hozir ham? Ha, hozir ham bu yerda ayollar ishlashadi. Ayollar shaham quyishadi. 10 tacha ayol bor, ayol kishilar. Shu 15 yil, 20 yildan beri ayollar ishlaydi menda o'zi. O'zim qaysinlarim bilan. Shaham shu boshqa shahamlarni shuni quyishadi. Ana ko'ryapsizmi? Ish hammasi. Hozirgi kunda 150 dan oshiq Vostokda ishchi ishlatadi, okam. Yozda 300 ta u yerga o'chirib turadi. Shu ovqatlanish xonasi ham o'chirib turadi-da. Sezonda juda ham ko'p odam ishlaydi. Juda sifatli narsalarni chiqaradilar o'sha yerda. Oka, mana shu bir oy ichida xudo xolisa 400 taga ishchi kuchi ko'payadi bizda. 400 ta. O'sha ish yig'ishni boshladik, yana 400 taga olib chiqamiz ishchilarni. To'g'risi, men o'qishimiz boshlandi orqa tarafda. O'sha xudo xolisa joylarimiz tayyor bo'ldi. O'zingni o'qitib, ha, o'zimiz o'qitib, noldan o'zimiz tarbiyalab, ish bilan ta'mirlaymiz. Zo'r. O'sha bir haftalar nari berdi o'sha reklama qilib yig'yapmiz o'quvchilarni. O'sha yerdan kerak-kerakini ajratib olib, bo'ladiganlarni o'zimiz ish bilan ta'minlab,
o'sha 5-6 million so'm oylik beradigan qilib to'g'irlab ishchilarni yetishtiramiz. So'rang. O'shanda bir oy 2 oy ichida bir 400 ta ishchi yig'ib olamiz, xudo xolasa. Ishingizga omad. Ko'rasizmi? 5,5. Qarang. 5,3. Do'rkaning eng zo'rlari mana shu zavoddan chiqadi. Mana shu do'rkani deb biz yo'lga qo'yganmiz hamma narsani. Birinchi do'rkadan boshladingiz, a? Do'rkadan. Hozir mana braslet, zanjir, hamma narsa Hammasi chiqyapti. Bu modelni misol do'rkasini olib chiqsangiz, to'g'ri chiqadi-da o'zi. 4 gramm chiqadi. Buni bunaqa bes chiqargani yo'q hali. Sensatsiya, oka. Siz 607, 608. Yaxshi-da, bundan yengil chiqarsa bo'ladi. Shinkalari ham, qalinligini. shinkalari ham qalin-da. Ana o'sha joyda tarmasiz qoladi ko'pchilik. Mana shu do'rkani terish uchun har bittasini bittalab payka qilish uchun juda ko'p vaqt ketadi bunda. Lekin shuni hisobiga juda ko'p olganmiz paykalarni. Bitta sexga bitta ikkita yetadi o'zi. Shunaqa. Ko'p zavodlarga kirganman, o'zi ikkita, uchta paykasi bor. Yetadi, ikkita, uchta yetadi. Lekin mana bunaqa do'rka uchun mana shu paykalar juda ko'p kerak. Mana 30 ta bola bittada o'tiradi, tarillatib payka qiladi. Bo'lmasa juda qiyin buni. Do'rkani siz juda yo'lga qo'ydingiz. Ha, o'sha endi ob'yom bo'yicha ob'yom qilyapsiz. ko'p kerak bo'ladi. Ko'rasizmi, shaqqilab payka qilaveradi. Ketma-ket chiqaradi. Hammasi o'zini ishini biladi. Qayerda nima qilishi, nima qo'yishi. Ularga yetisham shart emas. Tar yig'ib tashlayveradi. Minut. Uni olib ishlatamiz. Polniy payga ko'chib ketilgan. Madonna mashina ham polniy paykada yig'iladi. Mashina davlat paykada yig'ib tashlab Oldinlari Shavkat aka bitta firpo qilib anaqa ishlatardik, tilla ishlatardik. Hozir yo'q, unaqa yo'q. Unaqa yo'q. Oka qisqa muddat ichida soha qanchalik rivojlanib ketdi? Sizlarni darajada. Mana shu borku, 1-2 yil ichida boru, kiyim-kechaga o'xshab rivojlanib ketadi bu. Sanoat darajasiga chiqib ketadi, ha, уже bu bo'ldi. mana hozir Qozog'iston, Turkmaniston, masalan, mana shu O'rta Osiyo bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinda. O'zi oldin ham mahalliy zargarlarimiz ham shunaqa turardi, aka. To'ppa-to'g'ri. Hozir buni misol uchun Qozog'istonda ustalarga bering, mana buni kuydirib qo'yadi. Bo'l, lom. Bizda o'sha ustalar, yaxshi ustalar O'zbekistonda hozir. O'zbekiston shunaqa rivojlandiki, O'rta Osiyoda birinchi o'ringa chiqib bo'ldi. Atrofdagilar bo'ldi, Turkiyaga emas, bizga kelyapti, O'zbekistonga kelyapti o'sha. Yaxshi-da bu. Biz ham yuradiku, Turkiyaga qandaylar. Mana endi kelyapti. Turkiya kelyapti, ish yo'qmi, bizga ish berlaring. Mana bir o'tiribdi, ertalarga bizda. Bitta sexni shunchasi. Bu turk abilarimiz mana Turkiyadan kelibdi. Assalomu alaykum. Beramiz, 5 kilo, 10 kilo beramiz. 5 kiloni abetgacha beramiz. Abetga chiqarib turib berishadi 5 kilo. Yana 5 kiloni abetdan keyin kechga chiqarib 10 kilo, 12 kilo narxdan ular bir kunda qancha ob'yom chiqadi? 10-12 kilo chiqadi. 10-12 kilo to'g'ri. Oyiga o'shanda 300 kilo mol chiqib ketadi. 300-400 kiloga chiqadi. Eksportdan tashqari. Eksportdan tashqari mahalliy bozorga. Ha, mahalliy bozorga. Eksportga ular addenada o'sha. Mana shu chiqan bir kunga qilib chiqarib tashlayveramiz, xudo xolos, hammasini. Yaxshi. Mana kiyimlarni ham yuvishni yo'lga qo'yib qo'ydik. Mana shu o'zi yuvib, ugarni olib qo'yamiz. Ham setkani ham shunga-da o'zi. Ichiga anaqa qoladi. To'pkasimiz mana. Mana tilla yirtishyapti, kakarasi mana qochib. Lekin yirtib Ha, bu o'zi anaqasi, ha? Lom-da bu. Lom, ha. Lom, uni eritib sekin ingizga qo'yib, balislab 585. Ha, 585. Ular shtamplar oke. 700 tadan o'sha shtampimiz bor. Gullar hammasi. Ko'proq klonlar, uziballoqlar, shtamp. Klonlar ham bor, zreuziga ham bor, zanjirlar ham bor, zamoklar ham bor. Sipochkani zamoklari, hamma narsa bor bu yerda. Shtamp yo'nalishi bo'yicha hammasi berishlar bor.
mana shu o'rta anaqa shaharda, respublikada qancha shtam bo'lsa, o'sha hamma zargarda bor shtam, hammasi shu yerda bor. Shu yerda bor. Misol uchun sizda 10 ta bor, anonda 50 ta bor, hamda 20 ta bor. Hammasini to'plasangiz mana shu yerda bor. Hamma modeldan bor deyman. Hamma modeldan bor. Ular press. Ammo hozir 6 ta press keldi. Dushanba kuni xudo xohlasa rad qilib pressdan teramiz. Zo'r. O'sha pressga o'tib bo'ldik-da hammasi. Turkiyada oldingizmi aka buni? Ha, bu Guvenishdan oldim. Ha, Guvenishdan. Imdat degan eski tanishim bor, 20 yillik qadrdonim bor. O'sha bilan ishlab. Faqat shu anaqa press ishlab chiqaradi. Yo'q, hamma narsa shtam bilan shu ishlab chiqaradi. Ruchnoylar. Bular ruchnoy yani. Yengil joylarga bo'ladi. Hali 20 tonnalik-da, katta presslar uradi. Katta press. Bu yo'q, abi. hali halo duty sipochkalarni, duty brasletlarni shu yerda ishlab chiqariladi. Turklar juda yaxshi ko'radi buni. Duty baland bo'lgan zanjir, zire uzu, brasletlar hammasini mana shu оборудованиеdan ishlab chiqariladi bu yerda. Bular mana bular Do'ri ekaniki. Eng murakkab ishlab chiqarish hisoblanadi. Ko'pchilik buni O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, Turkiyada ham hali buni ustalari kam, lekin Shavkat akam Vostok zavodida juda ham buni zo'r yo'lga qo'yishgan, chunki juda ham sifatli chiqadi. Nafaqat O'zbekistonga berishadi, Turkiya, Yevropagacha eksport qilishyapti. Buni aka ob'yomi qancha? Asosan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va shu o'zimizniki qo'shni davlatlar maydalar tashib ketyapti-da. Ob'yom bor, ko'p chiqadi bu ham. Shuni bitta ko'rsatsa bo'ladi. Ha, onlaynlatib ko'rsatishgan. Bu tillarni mana shunaqa qilib o'raymiz biz. Tillarni o'rab, mana shunaqa torbacha holatga olib kelamiz, mana ko'ryapsizmi? Mana. Bu nima aka? Bu ichi bo'sh anaqani boshlanishi. Mana kiryapti, yo'ldan mis kiryapti. Tillaga mabdan o'ralyapti mana. Bo'ldi, figura qo'yyapti. O'rayapti. Kontashligi qayerda bo'ladi? Ulash. Yo'q, bu ketyapti. Biz buni qayta ishlab ketdi. Oxiriga olib boramiz. Keyin buni model yig'i bo'lingandan keyin kislotada qaynatib, ichini qaynatib, misrni yedirib chiqarib olamiz. Bu chiqib ketadi. Ha, chiqib ketadi bu. Ichi bo'sh, dutti degani mana shu. Birinchi o'rab shakl berib olamiz. Bundan keyin 10 xil narsasi bor, orasiga qo'shamiz. Shu bilan keyin chiqarib olamiz, xudo xolisa hammasi. Froga chiqdi. Mana turba holatga olib beryapti mana. Bu ham juda murakkab ish qilinadi. Turba holati mana yopishgan, ko'ryapsizmi? Buni. Mana bu yerda kelyapti, mana plastinka. Mana ko'ryapsizmi? Plastinka olib kelyapti, mana turba holatga olib kelyapti. Keldi, yopishyapti, turba o'chib ketyapti. Turba. Biza buni Bulgariyaga suduzlarga mana uloqsiz qilib chiqarish uchun 150 ming, 200 ming dollar pul tikasiz. Buni zo'r pishgasa. Bu men buni hech kim ko'p ko'rsatmasdim. Hech kim ko'rsatmasdim. Kim o'zi topsa topib olsin deyman, nima? Bulgariya komplektlar hozir juda trendda. Shu Vostokdan chiqadi. Bu Bulgariyani aka hozir nima ham sizdagi o'shqa olmayapti-yu? Yo'q, o'rtasida yo'q. Ha? Harakat qilgan ko'p. No, yo'q hali. Hali yo'q. Mayli. Bulgariya. Hamma o'zini ishini ishlaydi. Bular mana zanjir to'qish bo'yicha ketayotgan masala, zanjir, gurmet. Bu gurmet, mana ana kichkina sipochkalar, banan. Bu anaqa chopart. Bu avvalni chopart bittasi. Ketyapti mana. Bu stildan kelgan ichi bo'sh dutti zanjirlardan hisoblanadi. Mana bu zimeyka mana. Bu zimeyka hozir plastinkada ishlab chiqarasiz-da? Ha. Bo'ldi, plastinka qo'ygan narsasi bor. Ha? Orasiga qo'ygan narsasi bor-da uni. Shu bizda oldin chetdan import bo'lib kirardi. Mana okam hozir o'zingizlar chiqaryaptilar. Shunaqangiz bunga talab yuqoriki, chetga eksport qilyaptilar. Bizga ham chiqarib bera olmayaptilar, ulgurmayaptilar. Qozog'istonni ortmayapti bular. Qozog'istonda hozir Qozog'iston eksportda bu. Ha, Qozog'iston. Juda ham bu hozir
O'zi bilishadi odamlar. Duttiylik bo'yicha mana zanjirlarni ko'ryapsizmi? 1 metri 3,5 gramm. Ko'ryapsizmi? 0,2 simni to'qiydi. 0,2 simni to'qiydi bular. Mana tillarni ipak holatiga keltirib, bunaqangi mayin qilib. Buni apparatlar bor, ha, maxsus aka? Mana. Simni ko'ryapsizmi? Ko'z ilg'amaydi. Mana, Nobir aka. Bidonni pustiga o'shqadi. Pachoqlar bo'lsa keltiradi. Apparatni qo'yganini keltirib olamiz. O'zi mana duddi bo'lganda ko'ryapsizmi? Mana duddi bo'ladi. Buni xohlagan shaklingizga keltirasiz keyin. Mana ko'ryapsiz, pachoqlangan joylar bor. Uni sekin pachoqlab keltirasiz. Ko'rdingizmi? Dumaloq ketdi. Bo'ldi, zanjir to'qiysiz, uni o'xshatib olasiz bu yog'ini. Keyin ham to'qiydi. Maketlarga qilib qo'yibdi-ku keyin. O'shani mana shuni to'qiydi. Mashina to'qiydi. Mana trach bo'lgina pachoqlab beradi, gul solib beradi. Simni ustiga gul soladi bu. Oddiy sim kiradi, bu ichida gul solib beradi. Zanjirlarni bundoq ko'rsangiz, mana bu cho'tir bo'ladi-yu. Ana o'shani mashq qiladi. Shavkat aka, bitta savol beraman. Shu zargarlik sohasida necha yildan beri ishlab kelasiz? 25 yil. 25 yildan beri. 25 yil bo'ldi. Necha yil oldi shular orzu edi, ha? Mana 2 yilda mana shu darajaga olib keldik-da. 2 yilda. Falon pul ketdi, lekin 2 yilda olib keldik. Mana shu Vankirevni ham eng chiroyli, eng zo'ri shu Vostok zavod chiqaradi, juda ham sifatli. Bu o'zimizda ham, ichki bozorda ham juda talab yuqori bunga. Faqat o'zimizda, o'sha O'rta Osiyo, Yevropada ham bu juda hozir hamma joyda moda trend. Eng trenddagi narsalar shu yerda chiqadi. Moda o'tgan xudo. Salomlar. Olman. Ishlayaptimi bular hozir? O'sha ish to'xtatib kelam. Bularni vazifasi. To'g'ri-ku bular. Do'rika. Bular do'rika kesib beradi. Anaqasi yo'qmi? Do'rikani tayyor bormi? Yig'ishtirib bo'ladimi deylik uni? Stoldan olib kelgin. Bormi? Bo'ldi, bor ekan bu yoqqa. Bu tenasiy mashinalar. Bulgariyalar, Blaze'larga mana shular ish beradi. Keyin buni teriladi tevasiga. Ha? Bu sepochkalarga o'tiga betiga teriladi. Tilloga shakl berilgan, shu tillaga, oltinga shunaqa shakl beriladi. Shu apparatlar orqali mana bu yopishib qoldi. tenasiy mashina bor-ku, ana vaklib chizayotgan. O'shani eng oxirgi zamonaviysi bu. Bu bunda chizganda ham yupqaga chizadi, ham katta plastikga juda ko'p chizadi. 500 ta, 1000 talab chizadi. Hamda qaraganingizda kamalak bo'ladi-yu, yomg'irda. Shunaqa kamalak bo'lib tovlanadi bunda. Har xil tovlanadi, riski beradi. O'sha 12-yilda buni ustasi keladi, mutaxassisi, bizdan bolalarga dars o'tadi. Buni qayerdan oldingiz? Buni Xitoydan oldik. Xitoydan. 55 ming dollarga oldik buni. Unda bittada mana shu list to'lib chiqib beradi-da shunda, xudo xolisa. O'tda mana ketyapti Bulgariyalar. Yangi ijod. Yangi partiyami? Karterlar qilamiz, har xil agrankalar. Test Ko'rasizmi, chizib o'tiribdi. Mana o'zi komanda beriladi, ha? Masalan. Gulni chizaveradi. Zo'r. Jingaliklardan ko'paytirish kerak. Ha, bu jingaliklarda gap ko'p. Aka, zavodni yuragi, ha? Ha? Pishkasi. Pishkasi. 100 kiloni 20 kilosini so'kib ketadi. 20 kilo ровно chiqadi, mashina chiqadi. Hammasi chiqadi, olasiz. Ha? Ha. Yerlarni sipir bo'lsa ham qaytarib olasiz. Hammasi qaytib chiqadi.
mana shu hamma polirovka bo'ladi, shukurka bo'ladi, gipsni quyamiz. Nima bor? Agranka bo'ladi, moyga tushadi. Bir oy yig'amiz buni. Bir oy yig'ib, keyin hamma hisob-kitob bo'lgandan keyin chiqmayotgan tillalar bor-ku, hammasini mana shu apparat orqali biz buni ajratib olamiz. 4 ta 9 holatda ajratib olamiz. Mana shu zavodda eng foyda keltiradigan fishkasi shu. Okey? Mana 300 kg olish etasiz bir oyda. 300 kilodan hammasini 100 0% ga qaytarib olamiz tillarni. zo'r. Misol uchun oldinda 10 gramga 1 gram pateriya bo'lgan. Rostdan pateriya bo'lib ketgan. Chiqsa chiqdi, chiqmasa yo'q bo'lgan qanchasidir. Lekin hozir o'sha pateriyani yo'q qilish uchun shuncha bir o'zini sotib oldik-da biz. Mana shu apparatni oxirgisi biz hammasini qonuniy qilib yo'nalishi bo'yicha ishlatamiz. Qolganini hammasini filtr qilib olib kelib quritib, kuydirib apparatga solamiz. Bu apparatlar misol uchun sarski qilinadigan apparatda. O'zidan sarskida qaynaganda zahar tutun chiqadi. Bular tutun chiqarmaydi. Mana shu filtrlari bor. O'zining dorilangan filtrlari tutunni ham tutunda ketayotgan, parda chiqib ketayotgan, tutun chiqib ketgan tillalarni qaytarib ichiga solib beradi. Chiqib ketmaydi, tutunda ham tilla chiqib ketmaydi. Atrof muhitni zararlamaydi. Top-toza farq chiqadi. 90 ming euro turadi apparat. Top-toza qilib, sof oldi 4 ta 9 silliq ajratadi mashinada. Mana shu men bolaligimdan, kichkinaligimdan mashina o'rganishga harakat qilganman, o'rganib ko'proq shogirdlar chiqargan. Ximik bo'lgansiz siz, ha? Ximik. Mana ishlagandan keyin chiqqan musorni 3 kunlik, 4 kunligini ham kuydirib, anaqa gugurtda bo'lsa ham kuydirib, biz sira stakanga qo'yib turib, filtrni qo'yib turib, sekin tortib olardik. Mushi to'kib ketgan kunlar ham bo'lganda, tillarni. Sabrim chidamay sekin mana shu darajaga keldik. Okam tosh olib kelsani, kumushga tillaga nima metal bo'lsa chiqarib bera oladi. Chunki ishlarning ustasizlar. Okam haqiqiy lider inson deb bilaman. Chunki hamma jarayonlarni A'da Yagacha bilib shu aralashib yuradilar. Shunaqa. Tosh dedi hozir, tosh. Biz misol uchun auksionda Navoiydan, Sarmishsoydan, Baqachinorlardan biz yer sotib olganmiz auksionda. Yerni oltin izlovchilar usulida qazib olib, toshni tegirmon qilib, ajratib, silitka holatigacha noldan qilamiz. Bilamiz. O'rganganmiz chunki o'sha ishlar ustida ishlaganmiz. Payt. U paytida qo'lda ishlab kelgansiz. O'sha tegirmon qilib, butaralarga qo'yib, guruhlar bilan yuvishni, so'ngrasida o'sha Navoiyda kollaga borib ishlab o'rgangan. Unda pateriyas ko'p bo'lar-da, oka? Unda ko'p edi. Hozir o'sha pateriyalarni ushlab qolgan yo'llar chiqib ketgan. Ishlasa xullas qilsa bo'lyapti-da, Xitoyga borib o'rganib keldik shu narsalarni. Pateriyani yo'q qilishdan o'rganib keldik. Bir yilda biz 2 ta 3 ta forumlarga borsak, okam o'zi o'shadan kelmaydi. Italiyada bo'ladimi? Hindistonda bo'ladimi, Turkiyada bo'ladimi, qayda bo'lsa Shavkat akani topib olib. Mana o'zim bitta izlayman, Shavkat aka istibga bor ekan, ha shu yerdaman deyiladi, doim. O'zi istibga tanishdik. Aysiz, Abdulloh aka tashrif qo'yganlar. Abdulloh aka, Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa bo'ladi. Xitoy, mana shuni tashrif qo'ygan. O'zi nima deyapti? Okamni o'zi hamma Xitoy deydi, lekin haqiqatda nomlarga moslar. Bitta narsani bizda ham bitta stano bir bir 5 yil bo'lgandi shu stano. Gurbetgami? Ha, gurbetga. Ishlamay yotgandida Shavkat aka mana shunaqa shu stano bor. Menga olib keling, men yurg'izaman deb sotib oldilar-da. Bir kunda yurg'izibdilar. Bir kun ishlab ket. Mana sizga ishoning, men Xitoydan olib kelganman. 2018-19-yillarga boradi bu gap. Lekin oka turklar yurg'iza olmadi-da. Shuni qiynaldi-da. Okam bir kunda yurg'izdilar. Ertasi kuni mana ishga tushdi, oka video qo'ydim. Gapni qo'lga ko'tarib. Shunaqa bo'ladi. Ana ikkinchisi ham mana turibdi, ishlayapti ham. Press bor-ku, ko'chada musorga tashlab qo'ygan. Ha, musor. Juda og'ir, 700 kg bormi oka yo'q? Ha, vesi og'ir. Vesi og'ir, ha? Buni ko'rgani bordim deyman. Bularni mahallasiga Namanganga apparat ko'rgani borsam, ko'chada musorxonada yotibdi-da, stanok. 18 olib kelganmiz buni Xitoydan. Ustida salafan, o'tidan suv o'tgan, o'tidan buni marafet qilib kraska sepib qo'yishganda, olib kelib unga 2 kuncha vaqt ketdi lekin. Chochdik, ponni chochib, tokka chiqsangiz zamikani beryapti-da. Miyalarni almashtirib o'qilib 2 kunda ishga tushirib oldik-da buni ham. Yaxshi hol. Shavkat akam zargarlik bo'yicha qanaqa stano bo'lsa, qanaqangi texnologiya bo'lsa, qiziqarlar, yurg'izarlar o'shani. Lekin bu kishini
qo'yil qolganman. Aytyapman-ku, buni uncha yurg'izib olmagan apparatlarni olib kelib bir kunda ishga soldilar. Qo'yil. Ishni ustasizlar. Eksport qiladigani ham, ichki bozorga sotadigani ham hammasi shu yerda o'tiradi. Kechqurun zavodda ish jarayonlari tugaydi. O'zimiz ham zakasimizni shunaqa olamiz. 24 soat tinmay aylanadi. 2 da olamiz kechasi. Kechasi 2 da chiqadi. Ustozlar bo'ladi ular. Ani buni o'rgatgan, harf o'rgatgan Furqatagan bo'ladi mana shu. Furqatagan Kardinalchi ko'brash Furqataga kelsa, mana shular Furqataga bo'ladi mana. Bu Fisher apparatimiz mana. Shuni bosh qilib qo'ygan ekansiz-da bu yerga. Kelib maslahatlarni maslahat olib turamiz. Har kuni boshlarini qotiramiz, maslahat so'rab. Zo'r. Nersmini yuruvchi kerak kecha. Yo, unisi boshqa. Yo, unisi kattasimi? To'g'ri. O'g'il, 3 ta o'g'li bor. Oka mana kelinga mana uni. Mana mashina ham juda, biz magazinda, showroomda juda ko'p sotamiz. Buni kerak bo'lsa bir oy oldin zakaz berib qo'yamiz. Eng trendda bo'lyapti. Oyoq tigini ham deydi işte. Oyoq tigini ham bor. Mana odamlar Turkiyaga, Rossiyaga olog'ini boryapganda o'zimizda eng sifatli trenddagi narsalar o'zimizda chiqadi. Turklar o'zi zakaz qilishadi bizga. Turklar o'zi zakaz qilishadi. Doim biz ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda gapiramiz, "Voy, biz o'zimizda zo'r narsalar chiqyapti." Namlik. Bular hozir o'sha 20 gram, 30 gram, 50 gramgacha bo'lgan bu yillarga o'sha kilolar bo'ladi. 5-6 gram chiqadi kilolar. Mash 5-6 gram. Kattalari 5-6 gram. Zo'r. 4 gramligi bor, 3 gramligi bor. Mana shunaqa kilolar kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Mana o'zimizdan chiqadi. Turklar ham o'sha eng zo'r ketyapgan, qayergacha eksport qilyapsiz o'zi aka? Bir 10 davlatga eksport. 10 davlatga eksport qilyapman. Turkiyadan 65 gramda olib kelib o'tirman. Okamda kilo bor olaylik shu yerga. Qancha kerak bo'lsa, любой dizaynni qilib beramiz. Mana. O'sha nima holatda klient mijoz, o'shani Aka bu sariq ham qizil chiqadi, ha? любой rangda qilib beramiz. Nechi xil rangda? 5-6 xil rang oq ham qilib beramiz. 100 xil rangda qilib beradi okam. Ligaturasi bor uni. Ligatura qo'ysa bo'ldi-da buni rangi. Rangini nima rang xohlasa, biz shuni amalga oshirib beramiz. Alhamdulillah. Oho. Oka mana nimalari ham. Juda boshqacha. O'shanda da hamma gap. U yo'q, xolos, kimda yo'q bu modellar. Mana ichidagi daraxt barglarini qarang. Qobiliki bizda yana bitta naqa bor. O'zimiz kichkinaligida bolalarni tarbiyalashimizda. Misol uchun mana shu o'g'lim hozir mana 15 ga to'lyapti. 7 yosh, 8 yoshdan boshlab mana shu meni singlim bolasi. 7-8 yoshdan boshlab ishga keladi, 2 soat o'rganadi, ketadi. Hatto ham instrumentni o'rgansa ham miyasiga joylanib boradi. O'sha 15 yoshda bular usti. O'zi usti. 16-17 yoshda bularning ham qo'lida abroti bo'ladi. Ham qo'lida hunari, qo'lida 5-6 bolasi bo'ladi. 18 yoshda hali bolalar endi o'qishdan chiqib, endi nima ish qiladigan paytda bularning qo'lida 5-10 ming dollar puli bo'ladi. Kelajak voqil uylantirib qo'yasiz, bo'ldi, hayotini boshlab ketadi. Bu ikkinchi avlod. Buni otasi ham, onasi ham menda shogird. Onasi singlim o'zimda ishlaydi. Adasi ham men shogirdim bo'lib o'rganganlar zargarlik, bu ikkinchi avlod. Buni amakisini bolalari ham mana 3 ta o'g'li bor. Amakisini o'zi ham men shogirdim bo'lganlar.
Shunaqa qilib ikkita, uchta avlodlar bor-da. Qonda borda, Ha, oka. sekin-sekin Mana o'rgatib kecha o'tganda kelganimizda zakazlarni olib ketgani. Bitta o'g'illari kenjasimi, qaysirisi anaqa bu yerga anaqa ochib olgan. Magazin kichkina. Magazin kichkinasi. Shunchaki magazin. Kichkina, hali maktabda o'qiydi, ish tagiga shu ishchilar uchun 100 yillikda 200 ta odam ishlaydi. Biznesda bu ham. Ha, shu yerda tirikchilikni qilaveradi. Bulgariya mana. Mana shu eng zo'r Vostokni tanitgan Bulgariyalar shular bo'ladi. Bu Turkiyada ham bunaqangi kerak bo'lsa. Biz ham ularni chiqarib qo'yganmiz, mana. Sifat darajasi вообще bomba. Bizda ham уже bir kunda ketadi bular. Biz olib boramiz, sotamiz buni. Zakazga chiqadi faqat bu. Oka bu hamma zakasi. Hamma zakasi. Kech hamma egasi keladi. Mana sizlar shuncha narsani Turkiyaga borib, cho'ntagingizga solib, bekitib boshqa qilib olib kelyapsizlar. Vostokka kelinglar. O'zimiz olib beramiz. Arzonroq ham chiqadi. $12, $20 qimmat olib nima qilasizlar? Undan ko'ra optim. Men endi odam tanlamaymiz. Bitta so'rasa, ikkita so'rasa beraveramiz, farqi yo'q. Chiqarib beraveramiz. Qizil deysizlarmi, sariq deysizlarmi? Mana tuxum dermidi aka buni? Endi nomi ko'p bilan. Nom qidirib umringiz o'tib ketadi. Kuniga 10 ta model chiqadi nom qilish uchun. Kuniga 10 ta model chiqadi, yangi modellar. 15 tagacha model chiqadi. O'shanda bir oyda qancha model chiqadi? Oke, 400 ta model chiqadi. Bir oy. 400 ta. Ha, 400 ta model chiqadi oyiga. Hali ko'p narsani aytsa, ya aka u eskidi. Boshqa chiqaryapmiz. Yengilab ketaveramiz. Kim nimadir urgan orasida so'raydi, men bundan 5 ta, bundan 10 ta deydi, orasida qilib ketaveramiz. Lekin har kuni yangi model chiqaramiz-da. Sariq deysizlarmi, qizil deysizlarmi, hammasi bor. Dunyoda eng zo'r mana ko'p model chiqaruvchilar o'zi 8 ta 10 ta chiqara oladi-da. Kuniga 8 ta 10 ta model eng dunyoda davomli. Bizda mana shu o'zimizning zavodda kuniga bir oyda 400 ta model, o'sha dunyodagi eng zo'r ko'p chiqaradigan dizayn xonalardan ko'p chiqadi bizda. Sizda komanda zo'rda, aka. Komanda zo'r. 25 yillik komanda bor deb bitta. Mana shu bola ham mana aka 20 yil bo'lsa bo'lgandir, kelgan. Yoshligida mana kichkinaligida kelganda, mana bunaqa. Bundan ham 2004-2005-yillarga kichkina bola bo'lganda, mana kelgan. 2006. Mana ishlab yuribdi-da. Bu meni ustozimni qaynilari bu. Ustozim meni zargarlik o'rgatgan ustozim yoqmagan. Olim Alloh rahmat qilsin, shu o'rgatgan, yoqmagan bosh bo'lganlar, Komil akam bilan. Shular o'rgatishgan menga. Men u telpetik yuraman u paytlarda. Shu ish o'rganib ketganimizdan keyin bir 2-3 yildan keyin o'sha Xitoyda nomzod ketib qolgan, ko'p ishlaganmiz. Shu payt buni menga shogird qilib berishgan. Hozir bu ham ishlaydi, akasi bor, akasi ham ishlaydi shu yerda. Hamma komanda. Shu ustozlarim bu, bolalari ham shu yerda ishlashadi, shu o'rganishyapti. Yaxshi, xudo xolisi. Sekin ketishyapti. O'sha ko'p zavodlar bilan solishtiraman-da. Baribir sohadan chiqqaningizgami? Soha katta rol o'ynaydi. O'sha mana misol uchun tepada eng mana prezidentimiz tarafdan qo'yilayotgan o'z ishini ustasi o'rniga qo'yilsin deyiladi. U to'ppa-to'g'ri narsa-da o'sha. Misol uchun bu zargarmi? Zargar o'zini ustasi bo'lishi kerak. Men boshqa o'zini tushunmagan odam o'tiradi, o'sha soha o'qilaydi. Ular soha qilishga boshlaydi, tamom, hamma xalta. O'zini ishini ustasi qo'yilsa, u o'zini ishini hurmat qiladi va ishini ustini o'zini nazorat qiladi. Sizda aka, shu Toshkentning eski hunarmand zargarlari sizda-da. Avlodimizda zargar bo'lmagan. Zargar. Men o'sha o'rtog'im olimdan o'rganganman hunarni. Olim yoqbakam akasi bo'lganlar, ular o'rganishgan boshida eski. Shulardan o'rganganman. Bizning oilamiz novvoy oila bo'lgan. Novvoychilik non yopib yurib katta bo'lganmiz biz, non sotib. Men bundoligini non yopib yuraman tandirda. Bo'yim uzun bo'lgan, non yopib tirikchilik yuraman. Keyin mana shu novvoychilikdan qochib, u yoqqa o'qqa urib, cho'qqa urib o'zimizni ketganmiz sekin. Sizda risk kuchli ekanda, aka, tavakkalchilik. Aka, telpet tikish bo'yicha ham chempion bo'lganmiz respublikada. Ustozlarim ham meni qo'limda ishlashadi hozir. Menga ish o'rgatgan ustozlarim mana shu zargarlikni ishlab o'tirishibdi. Hozir tilla olib sotishadi, bolalarga shogird berishgan, 6-7 tasi shu yerda hozir. O'zimizdan qo'limda ishlashyapti. Demak, hammasi shogird bo'lib, komanda yig'ilgan o'zingni, ancha yillik tajribadan kelib chiqib, shu ustoz shogird anaqasi yo'lga qo'yilgan. Qo'ymasa bo'lmaydi.
Misol uchun 10 yildan keyin qarib qolsa kim qiladi? Mana shuni qiladi-da. Kelajakda mana shu tortadi-da, shu davomchilik mana. Buni akasi bor, katta bo'lgan, unisi uylantirdik yaqinda. U do'kon ishlarini, dokument ishlarini o'qiladi. Yig'ish ishlari mana bu zavodga bu qaryapti hozir. Mana shu akalari bor, 5-6 taneqa amakilari bor. Hozir Shavkat aka sariq ko'p ketyaptimi, qizilmi? O'zimizga viloyatligi qizil ketadi. Mana Surxondaryo, Jizzaxlar, Xorazmlar qizil, Samarqand, qaysi viloyatlar, Qo'qonlar misol uchun Qo'qon, Namanganlar qizil. Qizil. Sariq o'z shaharimiz o'zimizdan bozorligi, mana qo'shni davlatligi sariq. Tojikistonga ham sariq ham qizil ham ketadi o'z viloyatlariga qarab. Tojikdan ham bir 30 tacha odam keladi bizga mahsulot sotib olgani. Ular keladi, naqd pulni berib olib, sotib olib ketishadi. Bizda ham hozir sariq o'tinlarga ko'proq odamlar o'rganyapti, chunki sariq bilan qizilni odamlar tushunyapti. O'zi nima mana ko'rsangiz mana atpichatga tushadi, qo'lni dog'i tushadi. Sariqda uncha bilinmas ekanda. Qizilda ham dog' tushadigan izlari bor, dog' tushmaydigan izlari bor. Tushganda bu bilinib qolar ekanda. So'rasmo aka modelga addenni urg'u berilgan. Ikkitalar. Modelni zo'r qolishi. Men chet eldan borib 20 ming dollar, 30 ming dollarga qolib rezinka model sotib olmayman. Hech qachon. Modelni mana shu o'zim qilaman. Qiynalsam ham o'zim chiqaraman modelni. Ko'rasizmi, modelni mana shtampi zakaz qilishdan oldin men bu holatda o'stirib ko'rib olaman. Menga ma'qul kelsa, klientlarga ma'qul kelsa, maslahatlashib turib, 5-6 ta bolalar bilan maslahatlashib turib, undan keyin modelni chiqaraman. Biz buni savdosi bilan shug'ullanganimizga Shavkat akaga Italiyadan, chetdan kelgan uzi baldoqlarni tashlab, "Oka, mashina qilib bera olasizmi?" desam, "Ha, oka, qilib beraman, keling" deydi. Yo'q degan narsa yo'qda, okamda. Uyat yo'q deyish. Juda oddiy. Undan ham zo'r qilib beradilar. Doim zakaz qilaman, undan ham zo'r chiqsa chiqadiki, uni. Buni chiqmaydi. Juda chiroyli narsalarni zakaz qilaman, chiqarib beradilar. Haligi nimalar do'rikka qo'yasiz. Do'rikka qo'yman. Baylarini matviy qilib turib, daraxt bu gul, tepada gullarda mevada endi. Mana shu matviy zo'r zirkonni, shu zo'r chiqyapti. Shunaqa. Nafaqat Turkiyada chiqaryapgan o'sha modellar, Ozarbayjondan chiqayotgan o'sha chiroyli brilliantli ham 750 probadagi Vostok zavodida juda ham chiroyli chiqarishadi. Kuzlari ham haqiqiy o'sha chetdan import qilib olib kirishadi. Chiroyli brilliantlarni qo'yishadi. Naqalaydi. Mana 7 go'zal. 7 go'zal emas, maydalari ham bor. Balki bizning probamizning nomeri bor-da, ATZ uriladi. Uzun nomeri bor. Uzun nomeri bor. Nomeri bergan nomeri bor biz uchun. Davlat standartlarining bergan nomeri bor. Biz u nomerni обязательно standartga javob berishimiz kerak. Mana probasi 585 dan baland qilib ishlashimiz shart. Chunki ertaga bu nimadir bo'lib qolsa, bizga ishtirok bo'ladi. Firmamiz nomiga har xil kerak emas dog' tushadi. Birovni haqqi ham kerak emas. 585 dan baland 586 8 ko'rsatyapti. Mana biz ham xuddi shuni Vostokdan o'sha tilla buyumlarni xarid qilganimizda mana shuni tekshirtirib olamiz, shunaqa qurilma Fisher apparatlarda. Ikki tomonlama shartnomamizni imzolaymiz. Biz ham keyin sertifikat bilan odamlarga garantiyasi bilan beramiz. Eng ishonchli 586 8 ko'rasizmi? Yaxshi-da. Zo'r, oka, plus. 585 bo'lish kerak, plus.